Azizlar, hurmatli obunachilar, keyin akkumulyatorni hozirga voz keldi. Mana bunday holatda saqlamang, chunki akkumulyator zaryad olganda qiziydi. Ko'pchilik o'rash kerak deydi, bo'lmagan gap bu. Qishda ham o'rash kerak emas, buni yozda ham o'rash kerak emas. Buni uzil-kesil o'rash mumkin emas. Ishib ketadi, bir-biriga yopishib ketadi, o'zlaringga qayta rasxod bo'ladi. Iloji bo'lsa tushunmaganlar bunaqa texnikalarga tegmaganlari ma'qul. Chunki bir-ikki kishining orqasidan biz ancha qiynalganmiz, qiyinchiliklar bo'lib turadi. Shuning uchun tushunmasalaring uzil-kesil tegmanglar. Mana bunday oddiy. Bu yerdagi montaj kabellarda ham ancha ishlar bor. Bitta noto'g'rilab bo'lsa, fonni kuyib ketishi mumkin. Shuning uchun tushunmaganlar sizlardan iltimos, umuman tegmanglar. Ular mana bu yerda kabellar har xil bo'ladi mana. Hammasida har xil kabel bor. Hammasida hamma miyadan bir xil chiqqan emas. Har xil rang, har xil kabel bo'ladi. Tushunmaganlar iltimos tegmanglar. Yana qaytarib aytaman. Faqat tushunayotgan odamlar bo'lsa qilishlari mumkin, lekin tushunmaganlar iltimos tegmanglar. Ustalarga qiyin qilyapsizlar. Bilib bilmasdan ulab qo'yib, hamma yoqda yondirib yuborib, egasini ham rasodga qo'yib, ustani ham qiynamanglar iltimos sizlardan. Joninglar sog' bo'lsin, tinch-omon bo'linglar. Manzilimiz Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, Obod qishlog'i. Kimga shunday sifatli, toza, original xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastda raqam qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.